Mavzumiz demak oila, sevgi, erkaklik va ayollikning mohiyati, farzand tarbiyasi va er-xotinlarga amaliy tavsiya va maslahatlar. Avval shundan boshlaylik-da, bu jins degan narsa nima, erkaklik va ayollik nimani ifoda qiladi? Biz mana shu yashayotgan borliq o'zini ana shu koinotda, planetamizda jins sifatida zuhur qiladi. Bu masala aslida chuqur butun koinotda yaratilish masalasiga borib taqaladigan ishda. Chunki Alloh taolo har bir narsani ziddi bilan qoyim qilgan zot bo'ladi. Demak, borliqni yaratilishini ham asosida o'zi mana shu dualizm, ikki kuchning o'zaro munosabati orqali yaratilgan. Buni agar ilmiyroq tilda aytiladigan bo'lsa, elektrik, ya'ni elektromagnetik to'g'rirog'i kuchlar orasidagi munosabatdan iborat. Ya'ni borliqda bo'lishi uchun bu kuchlar bo'lishi majburiy, chunki ana o'sha kuchlar harakatni hosil qiladi va keyingi jarayonlarning paydo bo'lishi, davom etishi uchun muhim asos bo'ladi. Endi ayol va erkak munosabatlarida ham ayni narsa bu, o'sha butun borliq va koinotdagi mana shu ikki kuch orasidagi munosabatni odamzod, ya'ni maxluqot ichida erkak va ayol sifatida zuhur qilinishiga aytiladi. Aynan mana shu ikki kuchning o'zaro ta'siri natijasida kelajak avlodlar paydo bo'ladi va insoniyatning nasli shu zaylda davom etadi. Alloh taolo zotan momo havoni yaratishda uni Odam alayhissalomning qalbiga bir sokinlik, bir muloyimlik, huzur, halovat va rohat uchun yaratilgani aytiladi. Demak, ayolning yaratilishidan maqsad va muddao Odam farzandlari, ya'ni Odam alayhissalomning erkak zurriyotlari, ular bilan o'zaro munosabatlari, ana o'sha erkak degan zot bilan birga turish, hamnafas bo'lish, har doim yonida unga dalda bo'lish, unga suyanchiq bo'lish, imkon bo'lgan paytlarda unga tasalli berish, qalbini yumshatish va uning nafaqat maishiy masalalarda, balki kundalik hayotda, masalan, kundalik hayotdan tashqari ruhoniy, ma'naviy masalalarda ham ayol erkakka har doim suyanadigan bir suyanchiq bo'ladi. Ayni ma'noda erkakning ham o'zining vazifalari ma'lum qilib belgilangan. U avvalambor ayoliga adolatli bir munosabat o'rtaga qo'yishga majbur. Uni, ya'ni ayolni Alloh taolo unga nima uchun juft qilganini, nima uchun uni yaratib, u bilan mana shu qalbi rohatlanishi, taskin topishi ostidagi ma'nosi, o'shani tushunib yetish kerak bo'ladi. Erkak ayol kishi bilan munosabatlari eng birinchi navbatda mana shu sevgi degan tushuncha ustiga qurish kerak bo'ladi. Ya'ni biz odam farzandlari erkak va ayol sifatida yaratilganmiz. Mana shu zaylda Alloh taoloning amrlariga itoat qilgan holda
sevgi va muhabbat orqali bir-birimizga bog'lanishligimiz darkor bo'ladi. Chunki biz aytdik, hamma narsani o'sha elektromagnetik kuchlar ushlab turadi. Agar elektrik kuch bu ta'sir qiluvchi, itaruvchi kuch bo'ladigan bo'lsa, magnetik kuch bu o'ziga tortuvchi, o'ziga yaqinlashtiruvchi bo'lgan bir kuchni bildiradi. Mana shu sevgi degan kuch, energiya ana shu magnetik energiyaning bir timsoli, tamsili, ramzi desa ham bo'ladi. Chunki sevgi bu insonlarni bog'laydi. Bu bog'liqlikning eng katta va eng ma'quli jinslar orasidagi, ya'ni bir-biriga halol qilingan ikki jins orasidagi bog'liqlik hisoblanadi. Sevgi degan narsa erkak va ayol orasidagi sevgidan paydo bo'ladi va ana o'sha sevgini inson mana shu hamjinslar orasidagi sevgi orqali tushunishi mumkin. Mana shu sevgini haqiqatan biz hayotimizda tatbiq qilishimiz uchun o'ta katta bir imkoniyat berilgan. Bu oila mexanizmi. Mana shu oila mexanizmi aytaylik, bu agar bir atom deyiladigan bo'lsa, atom nimalardan iborat? Proton, neytron, elektron, mana shular. Oila kimdan iborat? Ota, ona va farzandlardan iborat. Va bularning hammasi bir kuch tarafidan o'zaro mustahkam bir halqa sifatida bog'langan va mana shu subatomik yoki atomik darajadagi bog'liqlikni biz biologik hayotda oila rishtalari sifatida zuhur qilganini ko'ramiz. Aynan mana shu oila rishtalari bizga sevgi rishtasining nima ekanligini bildiradi. Sevgi bo'lmagan bir oilada farzandlar to'g'ri, barkamol bir avlod bo'lishlariga to'sqinliklar paydo bo'ladi. Oilalardagi shiddat va g'azab yoki turli xil noxush holatlar, aloqalar bu farzandlarga ta'sir qiladi. Farzandlarga ta'sir qilgan narsa keyin jamiyatda zuhur qiladi. Bemehrlik, shafqatsizlik, hurmatsizlik, itoatsizlik kabi narsalarning barchasi mana shu oila degan indan boshlanadi. Har kimki o'zini to'g'ri musulmon deb bilsa, eng avvalambor oilada ayolini sevishga majbur, mana shu sevishini isbotlashi va bu sevgi borligini ko'rsata bilishi lozim bo'ladi. Bu nafaqatgina ayol bilan, masalan, kundalik maishiy narsalarda ularga yordam berish, ularning ko'nglini olish yoki bu kabi narsalardagina emas, balki masalan jinsiy munosabatlarda ham mana shu ayol va erkak doimo o'zaro irtibotlarni mahkam ushlab turishlari shart bo'ladi. Chunki jinsiy aloqa mana shu ikki jins vakillarini bir-biriga yanada yaqinlashtiradi. Ular bir-biridan kelib chiqqanligini, ular bir-biridan qalbi taskin olishini ko'rsatadi. Endi faqatgina jismoniy ma'noda emas, balki ruhoniy, ma'naviy ma'noda ham agar erkak o'sha ayoliga bo'lgan sevgi va muhabbatini harakati, axloqi bilan ko'rsatib berolsa, ayol unga bog'lanadi. Ayol nimani talab qiladi erkakdan? Ayol faqatgina unga sadoqatni va sevgini talab qiladi. Chunki ham erkak, ham ayol aslida sevgiga muhtoj va ularga Alloh taolo bu qudratni bergani sababli ular bir-biriga o'sha sevgini o'tkazish orqali oilada mustahkam mushtaraklik va bog'lar paydo bo'ladi.
Qachonki yo erkak yo ayol agar mana shu ilg'orlikni avval o'zining qo'liga olib, boshqa tarafni imkon qadar uning kamchiliklariga ko'z yumib, uni tushunishga harakat qilib, dalda berib, maslahat beradigan bo'lsa, to'g'ri ifodalab, bir-biriga dastak va madad berishlari bir mukammal jamiyatda oila tizimini barpo qiladi. Mana shu oila tizimiga o'rnatilgan jamiyat bir solih jamiyatga aylanadi. Endi bugungi kundagi muammolarni qarasangiz, erkak va ayol o'rtasidagi, er-xotin o'rtasidagi ajrashishlar, tushunmovchiliklar, juda ham ko'plab boshqa salbiy faktorlar. Bular hammasi jamiyatlarni ich-ichidan yemirib, insonlarni faqat individualizm, shaxsiyatparastlik, faqat o'zining manfaatlari ustidan turib gapirish va mana shu narsalarda keyin jamiyatda zuhur qilishi bu endi juda katta noxushliklarga olib keladi va olib kelyapti. Insonlarda mana shu masalalarning mohiyatini tushunish yetishmaydi. Inson faqat olishga o'rganib qolgan, ammo berish qat'iyan uni ishiga to'g'ri kelmaydi. Bu holat albatta va albatta halokatga sürüklaydi. Shu sababli oila masalalarida inson imkon qadar bir-birini tushunishga harakat qilishi va birga yashashga majbur. Bu masalan Suqrot alayhissalom shunday bir tavsiya beradi bo'ydoqlarga. Ko'p o'ylanmang. Tezroq uylaning. Agar ayolingiz yaxshi chiqsa, xo'p, yomon chiqsa, faylasuf bo'lasiz deydi. Ya'ni bu hazilomuz bo'lsa ham, chuqur ma'no bor buni tagida. Insonni tanlab, uni hech qachon bir siz sarasiga yetisha olmaysiz. Bu sizni hayolingizdagi turli xil o'zingizga qo'ygan bir qanaqadir talablar bo'lishi mumkin. Ammo asosiy masala mana shu sizga taqdir qilingan ayol yoki erkak bilan xarakteridan, uning boshqa xususiyatlaridan qat'iy nazar qanchalik kelishib yashab keta olasiz. Bir-birlaringizni qanchalik dastaklab, to'g'ri yo'lga yetaklay olasiz. Mana shu har bir insonni bu hayotdagi sinovlardan biri, oila sinovi. Oila sinovidan o'tolmaganlar afsuski to'liq mo'minlikni da'vo qilishlari to'g'ri bo'lgan bir narsa emas. Agar payg'ambarlar tarixiga qaraydigan bo'lsak, hatto payg'ambarlarning ayollari orasida ham itoatsizlari, hatto osiylari, hatto kofirlari bo'lgan. Ammo ular har doim o'sha payg'ambar zavjalari har doim ularni to'g'ri yo'lga da'vat qilgan. Qo'l siltab ketmagan. Bu hikoyalar hatto Lut alayhissalomning hikoyalarida ayni shaklda keladi. Bu hikoyalar Nuh alayhissalomning hikoyasida keladi. Yomon ayolga duchor bo'lgan, ammo sabr qanoat qilgan, birga yashagan, munosabatlari har doim to'g'ri ushlashga harakat qilishgan. Endi mana shu munosabatlar hammasi nimaga olib keladi desangiz, bu farzand tarbiyasiga olib keladi. Chunki bu urug' bo'ladida, ana o'sha urug'dan yangi nasllar paydo bo'lib ketaveradi. Farzandlar oilada aynan ota-onaning munosabatlari orqali shakllanadi. Bu xuddi pufaklar nimaga doira shaklida, silindr shaklida yoki
aylana shaklida bo'ladi desangiz, bu o'sha uni ushlab turgan havoning zichligi, havoning bosimi orqali shunaqa bo'ladi. Har tarafdan bir xil havo bosimi bo'lganligi uchun boyagi pufak aylana shaklida bo'ladi. Farzand ham shunday shakllanadi. Uni shakllantiruvchi kuch oiladagi o'sha hissiyotlar, tuyg'ular va munosabatlar bo'ladi. Ya'ni elektromagnetik maydon bo'ladi. Agar er-xotin orasida magnetik aloqa bo'lsa, ya'ni bir-biriga yaqinlik, jipslashishga harakat, birlashishga, birlikka harakat, ham jismoniy, ham aqliy, ham shuuriy, ham ruhoniy, ma'naviy jipslik bo'lganda, boyagi farzandlar ana shu shaklda oladi va sevgi va muhabbat bilan o'sadi. Insoniyatni shunda ular ham sevishni boshlaydi. Chunki oilada ko'rilgan sevgi ulardagi o'sha qalbida Alloh bergan sevgi degan kuchni ishga tushiradi. Ota va ona o'zini qanday tutsa, farzand ulardan o'rganadi. Bugun jamiyatda farzandlarimizni tarbiyasizligidan noliymiz ba'zida, ammo o'zimizning naqadar tarbiyasizlashib ketganimizni umuman esimizdan chiqaramiz yoki tan olmaymiz. Biz o'ylaymizki, hodisa sabablar dunyoda o'z-o'zidan paydo bo'lib qolyapti, bizga hech bir aloqamiz yo'q. Aslida hammasini qilayotgan o'zimizmiz. Mana shu jamiyatning pokligi, insoniyatning pokligi, ruhiy ma'naviy pokligi mana shu er va xotin, erkak va ayol orasidagi sevgi degan narsa bilan o'sib unadi. Qachonki erkak ayolini sevsa, ayol erini sevsa va bu sevgini faqat oilada emas, keyin oiladan tashqariga, yaqin qarindosh urug'larga, keyin uzoq qarindosh urug'larga, keyin qo'ni-qo'shni va atrofimizdagi har qanday boshqa insonga ana o'shanday sevgi va hurmat bilan yondoshishni tarbiyalaydi erkak ayol bir-biri bilan. Bir-birini xuddi bu charx va pichoq va charxga o'xshagan narsa. Bir-birini charxlaydi, yordam beradi va shuni keyin hayotdan, oiladan tashqarida tatbiq etadi. Shu zaylda jamiyat davolanadi. Xuddi kasal bir badanga boyagi inyeksiya qilib, o'shani davolaydigan hujayralari jo'natish orqali qanday badan kasallikdan xoli bo'lsa, sevgi va muhabbatni tushuntirish va mana shuni targ'ib qilish orqali ayni narsa jamiyatda ham sodir bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganlarim asosan mana shulardan iborat. Oxirida mana Imom Sodiq alayhissalomdan, buyuk imomlarimizdan bir hadis keladi, Al-Kofiyda. Unda shunday deyiladi: erkak o'z turmush o'rtog'iga muhabbatini oshirishdan ko'ra iymonini oshiradigan boshqa hech bir narsa yo'qdir. Demak, iymonning eng muhim shaklda oshirilishi, eng ta'sirchan iymonning ziyoda bo'lishi o'z xonadonida, yotog'ida birga yashayotgan turmush o'rtog'iga muhabbatni oshirish, o'sha muhabbatni parvarishlash orqali bo'lar ekan. Buning ochilishini mana shu suhbat jarayonida aynan nimaga iyonni oshiradigan eng asosiy chora nimaga o'z turmush o'rtog'iga muhabbat va muhabbatni oshirish ekanligini aytib o'tdik.